lekin sistemani zo'r qilishibdi. Issiqligini qara. Akalar, uchtasi birda bo'lgan texnika. Ya'ni xonadon yoki ofisinglarni ham isitadi, ham sovutadi, ham issiq suv bilan ta'minlab beradi. Hozir sizga ko'rsataman. Bu texnikani ingliz tilida heat pump deb ataladi. O'zbek tilida bo'lsa issiqlik nasoslari, rus tilida teplavoy nasos. Bu issiqlik nasoslari yoz paytida xonadoningizni sovutib beradi, qish paytida bo'lsa isitib beradi. Bu hali hammasi emas, akalar. Issiq suv bilan ham ta'minlab beradi. Qanaqa qilib deysizmi? Mana shunaqa kosvinniy boylerlarga ulagan holatda o'rnatasiz, issiq suv bilan bemalol ta'minlab beradi. Mana ko'rib turganingizdek issiq suv oqyapti, bu yerda bo'lsa dushga ham ulab qo'yganmiz. Ba'zi bir akalarimiz o'zim ko'zim bilan ko'rmaguncha ishonmayman desanglar, showroomimizga bemalol kelishinglar mumkin. Showroomimiz sizlar uchun ochiq. Mana shunaqa stend qilib qo'yganmiz. Issiqlik nasoslarini ulab qo'yganmiz, ham isitib turibdi, ham to'pli pol orqali ko'rib turganinglardek, polni ham isitib beradi. Undan tashqari susilka va radiatorlarga ham ulab qo'yilgan. Kelinglar, o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rishinglar mumkin. Yoki quyidagi raqamlar orqali bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.